Assalomu alaykum hammaga. Ushbu videomizda biz sizlar bilan birgalikda Germaniyadagi davlat universitetlari saytidan ma'lumot qidirishni o'rganamiz va yaqindan tanishib chiqamiz. Misol tariqasida biz ikkita universitetni oldik. Biri Texnika universiteti Berlin, ikkinchisi esa Hamburg universiteti. Nima uchun aynan ikkita universitet? Chunki agarda siz xorijiy talaba bo'lib Germaniya davlat universitetlariga hujjat topshirayotgan bo'lsangiz, Germaniyadagi ba'zi bir davlat universitetlari hujjatlaringizni o'z portallari orqali to'g'ridan-to'g'ri qabul qiladilar. Ba'zi bir universitetlari esa hujjatlaringizni UniAssist orqali qabul qiladi. UniAssist nima, qanday portal va hujjatlar qanday topshiriladi, bu borasida ham yaqin kunlarda YouTube'da videomiz chiqadi. Va shu borada ham biz ikkita bir-biridan hujjat qabul qilish jarayoni farq qilgan universitetlarni oldik. Texnika universiteti Berlinga hujjatlaringizni UniAssist orqali topshirasiz. Hamburg universitetiga esa hujjatlaringizni o'z portali orqali to'g'ridan-to'g'ri topshirsangiz bo'ladi. Qani boshladik. Shunda Google'ni ochamiz, Chrome. Ochgach, qidiruvga hozir buni yo'q qilib qo'ysam. TU Berlin deb yozamiz. Mana bizda tayyor chiqib turibdi. Shuni ustiga bossak, TU Berlin. Va shunda birinchida chiqqan internetda sahifa bu universitetni odatda asosiy sayti bo'ladi. Shuni ustiga bosib kiramiz. Bosib kirsak, bizda ikkita tanlov bo'ladi. Barcha ma'lumotni odatda nemis tilida o'qish, ko'rib turganingizdek, yoki ushbu barcha ma'lumotlarni ingliz tiliga o'girib olish. Buning uchun e'tibor bersangiz, odatda saytni o'zida betida yoki chekkada o'ng tomonda yoki chap tomonda ko'rsatma bo'ladi. DE va EN deb yozib qo'ygan joyi. Bizda hozir shu ko'rsatma o'ng tomonda yuqorida turibdi. O'sha yerda biz hozir EN ustiga bossak, barcha ma'lumotlar bizga ingliz tilida taqdim etiladi. Menga nemis tili qulay bo'lganligi uchun nemis tilida davom ettirmoqchiman. Lekin savol tug'iladi. Biz qanday qilib ma'lumot izlasak bo'ladi agarda biz aytaylik rus tilini ingliz tiliga nisbatan yaxshiroq bilsak yoki o'zbek tilini. Shunda sizda odatda Google'ni sozlamalarida til bo'limida tillarni tarjima qilib beradigan o'zini funksiyasi bo'ladi. Men ko'rsatib o'tmoqchiman shuni ham. Buning uchun yuqorida 3 ta nuqta ko'rsatilgan o'ng tomonda o'shani bosamiz va o'sha yerdan barcha ma'lumotlar menda nemis tilida, lekin agar sizda rus yo o'zbek yoki ingliz tilida bo'lsa, sozlama degan joyiga kirasiz, nastroyka. Shu yerda til bo'limini topamiz. Mana Sprachen degan til bo'limi bu. Shunda eng pastida qo'shimcha yana xizmatlar bo'ladi. Shu yerda o'sha qo'shimcha xizmatlarni yoqsak, bizda imkoniyat paydo bo'ladi. Eng tagida Erweiter degan joyni bosamiz va bu tilga tarjima qilib berish degan joy turibdi. Mana in diese Sprache übersetzen. Rus tiliga tarjima qilib bergan. Agar shu tilni o'zbek tiliga qo'yib qo'ysak, bizga o'sha ingliz tilida yoki nemis tilida turgan ma'lumotni o'zbek yo rus tiliga tarjima qilib beradi. Ikkinchisi esa bu avtomatik tarzda shu tilni tarjima qilib berish. Agar shu yerga hozir nemis tilini qo'shib qo'ysam, bizda sahifada chiqqan nemis tilidagi ma'lumotimizni avtomatik tarzda rus tiliga tarjima qilib beradi. Demak, biz hozir avtomatik tarzda tarjima qilishni yoqmaymiz, shunchaki tarjima qilishni taklif etishni yoqib qo'ydik. Va hozir qaytib sahifamizga kirsak, universitet saytiga bitta biz hozir update qilib yuboramiz. Shunda bizga taklif qilish kerak rus tiliga tarjima qilishni. Bizning Wi-Fi'miz biroz sekinroq ishlayapti bu yerda. Xo'sh, mana taklif bo'ldi.
nemis tilidan rus tiliga tarjima qilish eng yuqori. Agar shuni etsam, hozir menga barcha ma'lumotlarni rus tiliga tarjima qilib beradi. Shunday qilib siz nisbatan osonroq, qulayroq o'zingizga mos ma'lumotlarni, o'zingizni qiziqtirayotgan ma'lumotlarni izlab topib, siz topshirmoqchi bo'lgan universitetga hujjatlaringizni topshirsangiz bo'ladi. Men buni qaytarib qo'yaman nemis tilida, chunki menga davom ettirish qulay. Va bu funksiyani o'chirib qo'yaman hozirchalik. Yana xuddi o'sha jarayonni takrorlab til bo'limiga kiraman va eng pastida qo'shimcha xizmatlarni o'chirib qo'yaman. Til bo'yicha. Shu bilan boshladik. Demak, aytaylik, sizni qiziqishingiz TU Berlinda o'qishda, ya'ni Texnika universiteti Berlinda siz o'qimoqchisiz va sizni informatika yo'nalishi qiziqtiradi. Shu borada ham ko'rmoqchisiz, Texnika universiteti Berlinda informatika yo'nalishi bormi, yo'qmi? Agarda bor bo'lsa, informatika yo'nalishini talablari qanday? Buning uchun odatda siz yuqorida yoki odatda 3 ta polosali joylari bo'ladi, e'tibor bersangiz, o'ng tomonda. O'sha joylariga essangiz, o'sha yerda barcha ma'lumotlar kelib chiqadi. Bizning holatimizda hozir yuqorida tayyor ko'rsatilgan studieren, lehren, forschen, arbeiten va hokazo. Biz shularning ichidan o'qishni tanlaymiz, studieren. Va shunda bizda takliflar kelib chiqadi. O'qish yo'nalishlari, hujjat topshirish va yozilish o'qishga, konsultatsiya, o'qishni organizatsiya qilish, qanday aytaylik semestrga to'lov qilish va boshqa o'qish sekretariati bilan qanday bog'lansa bo'ladi. Mana barcha ma'lumotlar ko'rsatilgan va bu ma'lumotlarni biz sizlar bilan birin-ketin ko'rib chiqamiz. Birinchi boshlagan universitetimiz bu Texnika universiteti Berlin. Demak, yo'nalishlar birinchi qatorda ko'rsatilgan Studienangebot degan joyda. Shu yerda agar biz hozir chiqib ketib qoldi, boshqatdan aytamiz, shu yerda agar biz barcha yo'nalishlarni essak, alle Studiengänge, shunda bizda kelib chiqadi barcha yo'nalishlar. Ularni ichidan biz informatikani topamiz. Wi-Fi'imiz biroz sekin ishlayapti. Hozir O'zbekistondaman, shuning uchun vaqtinchalik kelgandim, bir haftaga taxminan. Shu yo'nalishlarning ichidan biz informatikani topishimiz kerak. Demak, shu yerga mana qidiruv bo'limiga tayyor, osonroq bo'lishligi uchun informatikani yozamiz. Nemis tilida informatika informatik deyiladi. Informatik yozdik va qidiruv ofni. Shunda bizda kelib chiqadi, e'tibor bersangizlar, mana birinchisi Computer Science informatik, bu magistratura. Ikkinchisi esa informatik, bu Bachelor Science, bu bakalavriat. Shuni bitta bossak, biz informatikani barcha aytaylik Texnika universiteti Berlinda bo'lgan talablari bilan va hokazo boshqa ma'lumotlari bilan tanishib ko'rib chiqsak bo'ladi. Mana yakunlasangiz Bachelor of Science diplomini olasiz ekan. Yakunlov shunday ekan. O'qish davomiyligi 6 semestrdan iborat. Yig'adigan ballaringiz 180. O'qish boshlanishi faqat qishki semestrda ekan. Germaniyada odatda o'qishlar qishki va yozgi semestrlarda boshlanadi. Ba'zi bir yo'nalishlar ikkala semestrda taqdim etiladi, ba'zi bir universitetlarda ba'zan yozgi, ba'zan qishki semestrda taklif etiladi. Mana informatika yo'nalishimiz Texnika universiteti Berlinda winter semester deb qo'yibdi, Studienbeginn qishki semestrda ekan. Demak, hujjat topshiryapsangiz, mana Zulassung. Hujjat topshirayotganingizda bahoyingizga e'tibor berilar ekan. Buni qayerdan bildik? Buni Zulassungsbeschränkt deb qo'ygan. Ya'ni joy taqdim etiladigan universitetdan shu yo'nalishga joy o'rinlariga nisbatan ariza topshiruvchilar soni ko'p ekan. Bunda universitet ariza topshiruvchilarni baholariga qarab saralab oladi odatda va qolgan jamiyatda faolliklariga qarab. Buni universitet saytida barcha ma'lumotlarni ko'rsatib o'tgan bo'ladi va o'qitish tili nemis tili ekan. Shunda ko'rib chiqdik. Endi
Bu o'qishga topshirish uchun men xorijiy talabaman, qanaqangi menga yana talablar bo'ladi deb savol bersangiz, odatda barcha savollaringizga shu yo'nalishni pastida ma'lumotlar qoldirilgan bo'ladi. Masalan, Zugangsvoraussetzungen kirish uchun talablar yoki topshirish uchun talablar. Shunda siz agar Hochschulzugangsberechtigung degan qizil joyni essangiz, odatda xorijiy talabalar Hochschulzugangsberechtigung olish kerak bo'ladi. Masalan, O'zbekistondan kelsangiz, kollej, litsey, maktabdan so'ng sizni to'g'ridan-to'g'ri universitetga olishmaydi. Shu borada ham siz avvalo Studienkollegda 2 semestr o'qib, Hochschulzugangsberechtigung olishingiz kerak. Yoki boshqa imkoniyatlari bor. U imkoniyatlar to'g'risida boshqa videolarimizda avvalgi aytib o'tganmiz, ko'rib chiqsangizlar bo'ladi. Shuning uchun ham men Hochschulzugangsberechtigung ustiga bosaman. Shu yerda mana talablar, o'qishga bo'lgan talablar, Voraussetzungen für ein Studium deb chiqarib beryapti. Shunda masalan, birinchisi formale Voraussetzungen für die Aufnahme eines Studiums, o'qishga kirish uchun, olinish uchun umumiy talablar. Ikkinchisi bo'lsa til talablari, qanday darajada bo'lishi kerak til bilishingiz. Uchinchisi magistraturaga oid ekan, to'rtinchisi tibbiy sug'urtaga oid ekan. Bizga asosan birinchi va ikkinchilari kerak bo'ladi. Shu yerda juda ko'p ma'lumot ko'rsatilgan bo'ladi. Hozir essam o'sha ma'lumotlar bilan birin-ketin o'zingiz bemalol tanishib, chiqib, ko'rib, izlanib universitetga hujjatlaringizni topshirsangiz bo'ladi. Mana birin-ketin kelib chiqyapti, e'tibor bersangiz. Shunda sizda orada bilmagan joylaringizda yoki notanish, sizni qiziqtirgan, siz bilmagan ma'lumotlarga savollar tug'iladi. Shunda bemalol bizda Telegramda gruppamiz bor. O'sha gruppaga Germaniyada oliy ta'lim deb nomlanadi. Murojaat qilib, savolingizga javob olsangiz bo'ladi. Xo'sh, Berlin universitetini, Texnika universiteti Berlinni o'zini Studienkollegi ham bor. Mana Studienkolleg, eigene Studienkolleg degan. Agar Studienkolleg to'g'risida ma'lumot kerak bo'lsa, shu yerga bosamiz, kiramiz, o'qiymiz. Barcha kurslari ham yo'q to'g'risida ma'lumot berilgan. Lekin biz hozir asosan universitetni ko'ryapmiz. Shu borada ham biz universitetga asosan konsentratsiyamizni qaratamiz va shuning uchun ham odatiy asosiy talablar o'qishga kirish uchun birinchisini bosamiz. Shunda aytyapti, mana qolgan ma'lumotlar uchun ariza topshirishga bu saytga kiring deb Folgen veb-sayti qizilda ko'rsatilgan. O'sha yerga ezamiz. Shu yerga ezsak, hozir bizda ma'lumotlar kelib chiqadi, lekin odatda barcha shu ko'rsatilgan ma'lumotlarni siz o'qib, tushunib, birin-ketin, etapma-etap keyingi qadamni bosib ketishingiz kerak, keyingi etapga o'tib jarayonga. Shunda biz chet ellik bo'lganligimiz uchun ikkinchisini tanlaymiz. Bu yerda mit ausländischen Bildungsnachweisen. Biz chet ellikmiz, shuning uchun ham ba'zi bir atamalarni tarjima qilmasdan tushunamiz, ba'zilarini tarjima qilsa ham bo'ladi. Shu borada ham men qisqacha tushuncha berib o'tib ketyapman, butunlay tarjima qilmayapman. Ikkinchi qatorda shu mit ausländischen Bildungsnachweisenni tagidagi meerga bosamiz. Keyin bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlar kelib chiqadi. Lekin agar sizda savollaringiz, boshqa aytaylik, muhtojligingiz bo'lsa, siz bemalol eng pastda Servicebereich Bachelor degan joyga ezib, o'sha sizga kerakli joyni topib, sizga kerakli bo'lgan insonga muloqotga chiqib, savolingizni so'rasangiz bo'ladi. Shunda siz Texnika universiteti Berlin xodimlari bilan bog'lanib, savolingizga aniqlik kiritasiz. Bunday qilsangiz ham bo'ladi. Agar sizga qulayroq bo'lsa, avval gruppada so'rasangiz bo'ladi savolingizni. Agar gruppada javob chiqmasa, biz ko'rsatma beramiz, aytib, shu yerdan shunday qilsangiz, siz aniqroq javob olasiz deb. Xo'sh, demak ikkinchisida bosamiz tagiga meyer. Shunda mana barcha ma'lumotlar kelib chiqyapti. Kirish uchun
talablar, mana Zugangsvoraussetzungen, ariza topshirish va olinish uchun, taklif olish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Yozilish uchun immatrikulatsion va barcha ma'lumotlar. Shu yerda biroz to'xtalib, batafsilroq aytib ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Birinchisida Zugangsvoraussetzung Zeiträume und Fristen für die Bewerbung, ya'ni ariza topshirish uchun vaqtlar va muddatlar, qaysi muddatda ariza topshiriladi, qaysi vaqtlarga e'tibor berishingiz kerak. Hochschulzugangsberechtigung. Shunda aytaylik, ariza universitetga topshirayotgan bo'lsangiz, Studienkollegni bitirganmisiz yoki o'z vataningizda aytaylik o'qib kelganmisiz? Shuni tekshirib, siz taqqoslab olsangiz bo'ladi. Bu yerda ham savolingiz tug'ilsa, bemalol gruppamizda so'rasangiz bo'ladi. Gruppamizni linklarini videomiz ostida qoldiramiz. Keyingisi esa Sprachkenntnisse, bu tilga bo'lgan talablar. Sizni agarda universitetga topshirayotgan bo'lsangiz, til bilish darajangiz qay darajada bo'lishi kerak? Bu to'g'risida ham juda ko'p ma'lumotlar berilgan bo'ladi. Undan keyingisi amtliche Beglaubigungen Übersetzung. Bu ya'ni maktab baholaringiz rus yo o'zbek tilida bo'lsa, Germaniya universitetlariga topshirayotganda siz hujjatlaringizni notarial, rus tilida aytganda zaverить deyiladi, yo bo'lmasa nemis tilida Beglaubigungen qildirishingiz kerak. Tarjimasi bilan nemis tiliga Übersetzung. Shu to'g'risida ma'lumotlar olasiz. Ikkinchisida esa Bewerbung und Zulassung, ya'ni qanday qilib siz ariza topshirasiz Texnika universiteti Berlinga sizni qiziqtirgan yo'nalishga. Aytaylik, informatika yoki biologiya yoki ximiya, xuddi o'sha jarayon bo'ladi, hozirgacha ko'rsatib aytib o'tgan. Keyin shu yerga kelib ma'lumotlarni o'qib, birin-ketin keyingi jarayonga o'tib ketaverasiz. Aytaylik, ariza topshirish uchun vaqt muddati bo'ladi va u arizani siz to'g'ridan-to'g'ri Texnika universiteti Berlinga topshirasizmi yoki UniAssist portali orqali universitetga topshirasizmi? Shu ma'lumotlar. Biz boshda aytib o'tdik, Texnika universiteti Berlinga hujjatlar o'qishga kirilayotganda UniAssist portali orqali topshiriladi deb. Shu borada ham mana bu yerda ham ko'rsatilib o'tgan. UniAssist deb bor oxirida. Va bu jarayonlardan o'tganingizdan so'ng, siz o'qishdan taklif olganingizdan so'ng, bu odatda Zulassung deyiladi, ya'ni o'qishga qo'yilish, ya'ni o'qishga qabul qilinish. Undan so'ng siz o'qishga yozilishingiz kerak, ya'ni immatrikulatsion, o'qishni semestr to'lovini qilib, sizga ular undan so'ng talabalik guvohnomasini beradi. Shu jarayonlar qanday kechadi? Barcha bu to'g'risida shu yerlardan ma'lumot olsangiz bo'ladi. Bu juda katta ma'lumot bo'lganligi uchun men birin-ketin hammasini tushuntirsam, videomiz juda uzoq bo'lib ketadi, lekin qisqacha qanday ma'lumot topishni men sizlarga hozir ko'rsatib o'tdim. Ya'ni siz qanday qilib o'zingizni qiziqtirgan yo'nalishni bor yo'qligini universitet sahifa saytidan qidirib topasiz. Agarda bo'lsa, u yo'nalishni qachon, qaysi semestrda boshlanishini universitet tomonidan ko'rsangiz bo'ladi, qancha davom etishini ko'rsangiz bo'ladi, qaysi tilda bo'lib o'tishligini ko'rsangiz bo'ladi va qancha ball yig'ish kerak, uni ko'rsangiz bo'ladi va agarda siz bitirsangiz, siz qanday diplom olasiz, ularni ko'rasiz va undan so'ng keyingi jarayonga o'tiladi. Hujjat topshirish, xorijiy talabalarga bo'lgan talablari qanday, til yo bo'lmasa qaysi muddatlar orasida topshiriladi va qaysi aytaylik faslda qabul qiladi, yozgi faslgami yoki qishki faslgami va boshqa ma'lumotlarni xuddi shunday qilib tanishib, ko'rib, qidirib, topib chiqsangiz bo'ladi. Bu jarayonda agar sizda savol tug'ilsa, bexijolat bizdan so'rasangiz bo'ladi guruhimizda. Endi keyingisiga o'tamiz. Hozir ortga qaytamiz. Yana bitta ortga qaytamiz. Shunda hozir Studieren degan yana joyimizni bosamizda, yuqorida biz endi o'qish takliflarini, barcha narsani ko'rib chiqdik. Shunda chap tomonda boshlab birinchi qatorda o'sha
sizga kerakli bo'lgan juda boy imkoniyatlar berilgan. Juda foydali, juda kerakli. Va ikkinchisiga o'tamiz mana. Bewerben und einschreiben. Ariza topshirish va o'qishga yozilish. Bu yerda mana o'qishda talablari, qanday talablari bor, xorijiy talabalar, ularni yanada bu yerda takrorlab o'tgan, osonroq bo'lsin deb. Ko'rib, bu yerdan ham qarab chiqsangiz bo'ladi. Mana Bewerbung einschreiben bachelor degan bu bakalavriatga bo'lgan ariza topshirish va yozilish. Keyingisi magistraturaga bo'lgan. Undan keyingisi Fristen termini muddatlar va terminlar deyapti. Aynan ariza topshirishga bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Hozir ishga ketib qoldi, boshqatdan kiramiz. Keyin Vergabeverfahren für Studienplätze degani bu ya'ni o'qishga hujjat topshirgan bo'lsangiz, ular o'qish o'rinlarini qay darajada, qanday, necha foizda, aytaylik, o'zini fuqarosiga, boshqa fuqarolarga taqdim etadi. Buni ham shu yerda ko'rib, tanishib chiqsangiz bo'ladi. Keyingisi numerus clausus, bu ya'ni Zulassungsbeschränkt yoki Zulassungsfrei nemis tilida aytsak, agarda numerus clausus bo'lsa, siz topshirayotgan yo'nalishga sizni bahoyingizga qarab va boshqa faolliklaringizga qarab qabul qiladi. Asosan bahoyingizga qaraydi va boshqa yana nimalarga qaralishligi oldingi videolarimizda aytib o'tilgan. Buni bilan yaqindan tanishib ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Va yaqin kunlarda yana boshqa o'xshash videolarimiz ham chiqadi. Aynan qanday qilib siz bahoyingizni yaxshilasangiz bo'ladi. Batafsilroq ma'lumotlar bilan, tushuntirishlar bilan. Agarda siz chiqib ketib qoldi, o'qigan bo'lsangiz, siz qanday qilib anerkennung degani tan olinishi, qanday qilib tan oldirish bo'yicha jarayonlar, ma'lumotlar berib o'tilgan. O'qib olgan natijalaringizni. Uchinchisi bu 3-qatorda beratung deyapti, konsultatsiya. Siz o'qishga kirishdan oldin yo o'qish vaqtida konsultatsiya olsangiz bo'ladi. Shunda sizga kerakli bo'lgan sohani tanlaysiz. Masalan, ba'zi bir insonlar bolasi bilan o'qiydi. Shunda shu qatordan Kind Pflege degan joyni tanlaydi. Kinderpflege. Agar og'rib qolsa yo nogiron bo'lsa, Krankheit und Behinderung shunga ma'lumot olsa bo'ladi. Va hokazo. Muhimi shu o'zingiz tilni yaxshi bilsangiz bo'ldi. Shunda hamma yo'lni tushunib ma'lumotni topaverasiz. Agarda sizga qidirayotganingizda savolingiz tug'ilsa, bizdan bemalol so'rasangiz bo'ladi. Instagramda ham bormiz, Telegramda ham bormiz yoki kommentariyalarda bemalol yozsangiz bo'ladi. O'qishni organizatsiyasi bo'yicha, ya'ni leksiyalar qayerda o'tkaziladi? Ba'zida leksiyalar yozib olinadi. Ularni qanday topsa bo'ladi? Imtihonlar qachon o'tkaziladi? Imtihonlarga qachon yoziladi? Mana Rukmetum, aytaylik, siz qishki semestr tugatyapsiz, yozgi semestrga qanday yana qaytadan to'lov qilasiz? Bu to'g'risida ham ma'lumotlar shu yerda berilgan bo'ladi. Agar universitet sekretariati bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, mana student sekretariati shu yerda aloqaga chiqsangiz bo'ladi, olib ma'lumotlarni. Va undan keyingisi esa universitet hayoti. Unileben. Universitetda odatda turli xil kampuslar bo'ladi, turli xil kampuslarga bo'lingan bo'ladi. O'sha kampus planlari, kampusni tashkil etgan rejalarini yo moslashuvlarini shu yerdan ko'rsangiz bo'ladi. Va yana juda kerakli bo'lgan ma'lumotlardan biri bu Wohnen, yashash. Agarda siz universitetga qabul qilinib, xudo xohlasa o'qishga kelayotgan bo'lsangiz, siz avvalo ertaroq harakat qilib shu Wohnen, yashashni qayg'urib qo'yishingiz kerak. Qayerda turasiz? Aynan shu Wohnen bo'limiga kirsangiz, hozir men qisqacha ko'rsatib o'tib ketmoqchiman, chunki bu juda kerakli bo'limlardan biri. Wohnen bo'limini bossangiz, hozir kiradi. Sizga takliflar bo'ladi. Talabalar turar joyidan qanday joy olish, qanday hujjat topshirish va kim bilan bog'lanish.
Shu barchasini aynan shu bo'limdan topasiz. Demak, mana qizil bilan ko'rsatgan eng pastda Abteilung für Internationales degan joyda siz o'zingizga kerakli ma'lumotni olsangiz bo'ladi. Agarda siz Erasmus programmasiga yo boshqa programmaga kelayotgan bo'lsangiz, yo bo'lmasa agar chet elda bo'lsangiz, shu bo'lim orqali aloqaga chiqib ko'rsangiz bo'ladi universitetga. Agar lekin siz Germaniyada bo'lsangiz yoki aytaylik o'zini studenti bo'lsangiz, siz birinchi qizilda ko'rsatilgan veb-saytida Studerendenwerks degan joyga yetsangiz ham bo'ladi. Ya'ni universitetga to'g'ridan-to'g'ri doimiy student bo'lib, talaba bo'lib qabul qilingan bo'lsangiz. Shunda shu yerga bossak, mana ma'lumotlar kelib chiqadi. Hozirgi sahifamizda ko'rsatilib o'tilgan edi Berlin Texnika universitetining 33 ta yotoqxonasi bor deb. Hozir mana birin-ketin ko'ramiz. Mana bu yerda barcha ma'lumotlar berilyapti. Yotoq, boshqa narsalar to'g'risida shu yerda ko'rib, tanishib chiqsangiz bo'ladi mana. Ma'lumot berib qo'ygan. Yotoqxonalarni ajratib olish. Shu yerda mana Hochschule degani bu sizning universitetingiz, Bezirk joylashgan joyi, masalan, qayerga qarashli lagi bilan barcha narsalar berilgan. Shunga qarab topib qidirsangiz bo'ladi. Agarda ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, mana pastda ma'lumot uchun joy qoldirgan. Service für Wohnungssuchende Studierende degan joyga raqamini ko'rsatgan, qaysi kunlari bog'lansangiz bo'ladi. Agar aytaylik sizga email orqali bog'lanish qulay bo'lsa, emailini ham qoldirgan. Shunday qilib birin-ketin o'qib ma'lumot qidirib topsangiz bo'ladi. Agar siz borib gaplashmoqchi bo'lsangiz u insonlar bilan termin olsangiz bo'ladi, termin buxun degan joydan. Va umuman olganda shunday. Savollar tug'ilsa bexijolat gruppada so'rasangiz bo'ladi yoki kommentariyada. Buni ko'rsatdik. Undan keyingisiga o'tsak, Mensen Cafeterin. Bu ya'ni ovqatlanishingiz uchun universitetda menza bor. Odatda ovqatlarning narxlari ham hamyonbop. O'ta qimmat emas, aynan studentlar uchun chegirma asosida sotiladi. Shularni ko'rib, siz universitetni qayerda, qanaqangi o'zini menzalari, ya'ni oshxonalari joylashgan joylarini ko'rib ma'lumot olsangiz bo'ladi. Qaysi vaqtlarda ochiq ular, qanday ovqatlar qilinadi, shu yerdan topiladi. Ya'ni Unileben universitetining hayotini taydi barcha ma'lumotlar ko'rsatilgan. Agarda sizni aytaylik sportga qiziqishingiz katta bo'lsa, Kulturun sport degan joyga bitta yetsangiz, u yerda ham siz uchun kerakli ma'lumotlar, foydali ma'lumotlar kelib chiqadi. Va agar siz universitetda o'qiyotgan bo'lsangiz, siz universitetga yordamchi asosida kirsangiz bo'ladi. Shunda siz Engagement degan joyga yezasiz. O'ng tomonda mana Unileben pastida turibdi. Va universitet bibliotekalari bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, universitet bibliotekasi Unibibliotek degan joyda yozib qidirsangiz bo'ladi. Va Lernräume degani bu o'rganish uchun, dars qilish uchun joylar, помещениеda. Shu yerdan ko'rsangiz bo'ladi. Umuman olganda Berlin universiteti, ya'ni Texnika universiteti Berlin to'g'risidagi ma'lumotlarimiz shundan iborat edi va hozir keyingi jarayonimizda biz to'g'ridan-to'g'ri hujjat topshirsa bo'ladigan Hamburg universitetini ko'rib chiqamiz va Hamburg universitetiga qanday qilib to'g'ridan-to'g'ri hujjatlaringizni topshirasiz, nimalar qilinishi kerak, qanday yo'nalish o'zingizga izlab topsangiz bo'ladi, qaysi muddatlarga e'tibor berishingiz kerak, buni qanday ko'rasiz, yana qanday imkoniyatlarni taklif etadi Hamburg universiteti, yotoqxonalarini qanday topsangiz bo'ladi. Barcha ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz keyingi qadamimizda. Agarda siz stipendiya universitet taklif qilayotgan bo'lsa, shunda ma'lumotlarni ham universitetning saytidan ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Odatda ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Agar hozir Berlinda universitetida, Texnika universitetida Berlinda ko'zim tushmadi, bu yerda
ko'rsatmaganligi sababli agarda Hamburg universitetimizni ko'rayotganda ma'lumotlar chiqsa, stipendiya to'g'risida men bu to'g'risida ham aytib o'taman. Ikkinchi universitetimiz bu Hamburg universiteti edi. Shunda biz yozib qidiramiz. Men tayyor yozib qo'ygan edim. Birinchisi universitet Hamburg. Shunda bizda kelib chiqadi. Birinchisi mana asosiy sahifasi ekan. Shunda bosib kiramiz. Va mana biz Hamburg universitetining asosiy o'zini saytidamiz. Shunda bizni o'qish qiziqtiradi. Xuddi o'shanga o'xshash sayt ekan. Texnika universiteti Berlin. Shunda o'qish bo'lganligi uchun yuqorida turgan qatorlardan aynan studium degan joyni tanlaymiz. Agar tilni tanlamoqchi bo'lsangiz tilni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, yuqoridan e'tibor bersangiz, mana o'ng tomonda yuqorida mana language degan joy turibdi. Shunda bosamiz, mana English, Deutsch. Ingliz tilida qulay bo'lsa, ingliz tiliga o'zgartira olasiz, yo rus tiliga bo'lsa, ko'rsatganimdek o'zgartirib davom ettirsangiz bo'ladi. Menga nemis tilida qulay, shuning uchun men Deutschni tanlayman. Shunda studiumni bosamiz, yuqorida turgan joyda. Shunda tanlaymiz. Mana Studium Angebot degani o'qish takliflari. O'sha yerda aynan yo'nalishlarni qidirib ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Agar ariza topshirmoqchi bo'lsangiz, Bewerbung degan joyni bosasiz. Agarda siz ariza topshirishdan oldin qandaydir savollaringiz bo'lsa, Beratung und Kontakt degan joyni bossak, misol uchun. Shunda ma'lumotlar kelib chiqadi. Mana ariza o'ng tomonda e'tibor bersangiz, Beratung Kontakt degan joyda o'qishga qiziqqanlar uchun kontakt qanday bog'lansa bo'ladi. Internatsional talabalar uchun, internatsional o'qishga qiziqqanlar uchun kontakt, ya'ni siz boshqa davlatdan turib Germaniyaga bog'lanmoqchi bo'lsangiz, o'sha yerda bog'lansangiz bo'ladi kontaktni topib. Germaniyada o'zida ariza topshirayotganlar uchun kontakt für Bewerber und Bewerberin degan joyi. O'qiyotgan studentlar uchun kontaktlar va hokazo o'sha yerdan ko'rib barcha joylarni topsa bo'ladi. Va chap tomonda ham tilni tushunsangiz bo'ldi. Hamma ma'lumot yaqqol ko'rsatilgan saytida. Demak, biz studiumni bosamiz, biz o'zimizni qiziqtirgan yo'nalishni topishimiz kerak. Shunda bizni qaysi yo'nalish qiziqtiryapti? Misol uchun, bizni aytaylik, fizika yo'nalishi qiziqtiryapti. Shunda Studium Angebot degan joyga bosamiz. Hozir yo'nalishlar kelib chiqishi kerak mana chap tomonda. Shunda fizika bu fizik deyiladi, nemis tilida P bilan yoziladi. Shunda P harfiga bosamiz. Bossak, mana fizik degan joyda bakalavriat kerakmi? Bakalavriatda mana e'tibor bersak, mana bakalavriat deyapti. Min deb qo'ygan joyi bu aynan tabiiy fanlarga kiradigan yo'nalishlarni min deb atashadilar. Buni o'zini bu qisqartma, buni o'zini uzaytmasi bor, hozir yodimda emas. Bo'lmasa aytib o'tgan bo'lardim. Endi o'qish boshlanishi fizik e'tibor bersak, mana yer. VS und Zose deb qo'ygan. Winter semestr und Sommer semestr. Yozda ham, qishda ham qabul bo'lar ekan. Tilga e'tibor bersak, mana fizik bakalavriat tiliga e'tibor bersak, Deutsch deb qo'ygan, nemis tilida ekan. Fizikani bosamiz. Bizga endi chuqurroq ma'lumot kerak. Buni bakalavriatdagi. Bossak, kelib chiqadi mana chap tomonda. Abschluss, Bachelor of Science. Qo'shimcha fizikaga fan olsangiz bo'ladimi? Yo'q, olsangiz bo'lmaydi ekan. Nebenfach degani qo'shimcha fan olsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo'nalishda. Fakultetni ham nomlarini ko'rsatib qo'ygan, o'qish qancha davom etadini ko'rsatgan, tilni ko'rsatgan, o'qish boshlanishi qishki semestrga topshirsangiz ham bo'lar ekan, yozgi semestrga topshirsangiz ham bo'lar ekan. Mana o'qish topshirish muddatlarini aytyapti. Bewerbungsfrist 1-iyundan 15-iyulgacha bu qishki semestrga topshirilar ekan. 1-dekabrdan 15-yanvargacha bu yerda yozgi semestrga Hamburg universitetiga fizikaga topshirsangiz bo'lar ekan. Men buni misol tariqasida ko'rsatib beryapman. Siz xuddi shunday tarzda istalgan o'zingizni qiziqtirgan yo'nalishni topib, ko'rib, tanishib chiqsangiz bo'ladi.
Zulassungsbeschränkung bor ekan, baholaringizga qarab olar ekan yo'nalishda. Mana NC deyapti, numerus clausus degani. Demak, baholaringiz e'tibor berib qo'yasiz, qanday baholar bilan oladi. O'zining chegarasi bo'ladi, buni ham ko'rib yaqindan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Baholaringiz nisbatan yaxshi bo'lishi kerak. Xo'sh, o'qish to'lovlari yo'q ekan, lekin semester buyback deyapti. Ya'ni semestrga to'lanadigan o'zini o'sha 5-6 oylik puli. Shuni bir ko'rsak bo'ladi. Misol uchun, necha pul to'lab bitta semestr o'qiysiz, lekin o'qish tekin. Shuni ezyapman, mana kirsangiz chiqarib beryapti. Mana der Semester Beitrag für das Wintersemester beträgt 335 euro ko'rsatib qo'ygan. Shularni ko'rib tanishib, nima uchun uncha pulni olinadi ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Shularni olib tanishib, ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Mana nima uchun qancha xarajat bo'ladi, uncha puldan hamma yoq ko'rsatilgan. Va biz ortga qaytamiz. Shundan so'ng fizikani mana topdik. O'qish qanday tashkil topgan? O'qishga moslashish uchun qanaqa takliflar, barchasini, ishdan keyin qanaqa perspektivalari bor, ularni mana ko'rsangiz bo'ladi. Hamma yoq ko'rsatilgan. Endi ariza topshirmoqchi bo'lsangiz, Bewerbung degan joyga bosasiz. Shunda Bewerbung joyida mana muddatlarni ko'rsatgan. Baholaringiz qay tarzda bo'lishligi uchun, qanday masalan bo'lishligi uchun mana Hier finden Sie Informationen zum Numerus Clausus degan joyga bossangiz, ma'lumotlar kelib chiqadi. Xo'sh, demak, mana ariza topshirish qanday ko'rsatyapti Bewerbungsverfahrenda. O'sha yerda Mehr degan joyga bossak, men ichimda o'qib turib sizlarga tushuntirib ketyapman, lekin buni o'zingiz o'qisangiz, aytaylik, rus, ingliz, nemis tilida bemalol tushunib o'zingiz qilsangiz bo'ladi. Savol tug'ilsa, bizdan so'rasangiz bo'ladi. Kommentariyada yoki Telegram guruhimizda. Mehrga bossam, hozir bizda qanday qilib registratsiyadan o'tishlar kelib chiqadi. Mana 10 tomonda e'tibor bersangiz, birinchi qadam, ikkinchi qadam, uchinchi qadam hamma yo'lda tushuntirib qo'ygan. Biz odatda registratsiya qilyapsak, Hochschulstart.de dan qilmaymiz. Biz universitetda o'ziga to'g'ridan-to'g'ri qilamiz, chunki biz aynan xorijiy talaba bo'lamizda. Hochschulstart.de dan Germaniya va balkim Yevropani o'zini fuqarolari registratsiya qilsa bo'ladi. Hamma qadam ko'rsatilgan. Shu qadamlardan o'tib bemalol qilib chiqsangiz bo'ladi. Buni ko'rsatdim. Endi yana studiumni bosamizda qanday topshirishni ko'rdik. Endi hayotga, Campus Leben degan joy bor. Shunga ezib kirsak, hozir bizda aytaylik, Hamburgda yashash bo'yicha, o'qishni qanday moliyalashtirish bo'yicha, bo'sh vaqtingizni qanday o'tkazish bo'yicha hamma narsalarni chiqarib beradi. 10 tomonda e'tibor bersangiz, ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, yashash uchun yotoq olmoqchisiz, yotoqxona. Yo bo'lmasa kampuslarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana Unser Campus degan joyga bosasiz. Universitet bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, Die-Uni. Bizga yotoq asosan zarurroq, shuning uchun Wohnen in Hamburgni bosamiz. Shunda mana chiqarib beryapti. Yashash imkoniyatlari, aytaylik, universitetda hamma imkoniyatlar, shulardan o'qib chiqib birin-ketin bog'lansangiz bo'ladi. Tushunmovchiligi bo'lsa bizdan so'rang, albatta, biz yordam beramiz. Hamma shakda ma'lumotlar ko'rsatgan. Odatda bu ma'lumotlarni topib tanishib chiqish uchun ko'p vaqt ketmaydi. Men batafsil tushuntirayotganligim uchun bu biroz vaqt olyapti. Lekin agarda siz ancha-muncha universitetlar bilan tanishib chiqqaningizdan so'ng tilni yaxshi bilsangiz yoki boshqa tilda bu ma'lumotlar bilan oson yaqindan tanishib, o'zingizga kerak ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi va ariza topshirsangiz, xudo xohlasa. Mana endi o'qishni qanday moliyalashtirish, shu ham siz uchun juda qiziq savollardan biri. Finansiering des Studiums. Bakka bossak, hozir hamma imkoniyatni chiqarib beradi.
mana o'qish qancha turadi, bu yerda oziq-ovqat, yana boshqa xarajatlaringizga qancha ketadi Hamburgda. Mana Vaskosdan Schulmada universitet Hamburg. Shuni bossak, ma'lumotlarni keltirib chiqarib beradi. O'qishni qanday moliyalashtirish, masalan, finansiyering des Studiumsni bossak, hozir mana ishlab pul topsang bo'ladi deb ko'rsatib beryapti. Qanday nimalar qilsa bo'ladi, bu yerda takliflar beryapti. O'zini Germaniyaning fuqarolariga, keyin Germaniyaga qochoq tarzda kelganlarga yo bo'lmasa Yevropaning fuqarolariga BAföG olsa bo'ladi. Bu davlatdan kreditga desa ham bo'ladi, lekin davlatdan pul yordam sifatida uni keyin o'qishdan so'ng qaytariladi. Stipendiyalar, mana stipendiyalarga topshirsangiz bo'ladi. Hammasi berilgan. Bular bilan faqat tanishib, hujjat topshirish kerak. Bularni ham hali boshqa videolarimizda yana batafsilroq muhokama qilib, tushuntirib, ma'lumot berib o'tamiz. Mana studentlar uchun alohida boshqa kreditlar ko'rsatilyapti. Yana boshqa imkoniyatlar va barchasi. Shunday qilib, Hamburg universitetida ham o'zingizga ma'qul bo'lgan yo'nalishni topib, ariza topshirib, to'g'ridan-to'g'ri Xudo xohlasa o'qishga kelib o'qisangiz bo'ladi. Sizga bermoqchi bo'lgan imkoniyatlarimiz, ya'ni sizga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Ya'ni Texnika universiteti Berlinni taqdim etdik birida Hamburg universiteti. Birinchi universitetimizga hujjatlaringizni topshirayotganda UniAssist portali orqali topshirasiz. Ikkinchi universitetga esa to'g'ridan-to'g'ri topshirsangiz bo'ladi. Agarda qanday savollaringiz bo'lsa, yana boshqa bemalol kommentariyada murojaat qilsangiz bo'ladi yoki video ostida linkda Telegram guruhimizni qoldiramiz. Bemalol bog'lanib so'rasangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr. Oxirgi vaqtda ko'plab murojaatlar, savollar tushayotganligi sababli